Biliqdiki B. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. B. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. B'ning beshidan olinadigan shakli. Misol: bug'doy. B'ning bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: bulbul. B'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: adib. B'ning ayrim shakli. Misol: kitob. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Bug'doy B harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bulbul B harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Adib B harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kitob B harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Bosh, bar, besh, bet, ber, bo'sh, bor, bo'z. Bizning oila. Bizning oilada 6 jon odam bor. Buvam, momam, dadam, opam, men va ukam. Buvam bilan momam dam olishga chiqdi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam doktor. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam bolalar bog'chasida turdi. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan, anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bizning oila bekmi ko'ngillik. Hammamiz bir-birimizga kuyunimiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.